Assalomu alaykum. Humoyin Ustovuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Navbatdagi bir fayzli xonadonga zakaz qilingan, buyurtma qilingan ishlarini chiroyli qilib mana bitkazib tugatdik. Xudo xohlasa bu tayyorlagan ishlarimiz bo'yicha bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, albatta ma'lumot berishdan oldin sizlardan bir iltimos qilardik. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, shunaqangi sifatli ish qildirish maqsadida bo'lgan aka-ukalarimiz bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqa qilishlari mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, bu xonadon egalari chiroyli bir uzun tok va mana shu zinalariga chiroyli bir high-tech fasondagi perilalarni zakaz qilishganida, Xudo xohlasa chiroyli qilib joylariga tanlagan fasollarda qilib olib kelib o'rnashtirib berdik. Endi bir qator mana shu zinasidagi perilalardan ma'lumot berishni boshlasak, hurmatli yurtdoshlar, bu yangi chiqqan dizaynda high-tech variantda bo'ldi. Mana bir vosh kelib ko'rsatishingiz mumkin. Bu perilalarimiz mana shu gullar, rishotkalarning guli 1,5 ga 1,5 profilda, albatta 1,5lik stenali qalin profilda bo'lgan. Juda ham chiroyli holatda chiqdi, hurmatli yurtdoshlar. Qator mana ko'rishlaringiz mumkin. Albatta bu rishotkamizni 1 kvadrat metri dastavkasi shu 1 metr hisob bo'ladi. Olib kelib o'rnatib berishi materiali ichida 500 ming so'mdan tayyorlab berdik. Va albatta shunaqangi sifatli perilar, rishotka qo'ydirish niyat yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu aylanasi 27 metr razmerda bo'ldi. 27 metrga общийsi 13,500,000 so'mga to'g'ri keldi. Va mana shu tepadagi polni tepani ko'rsatsangiz, ko'p hozirgi kunda murojaat qilyapti yurtdoshlarimiz. Mana shu uzun tok necha pulga tushyapti, naves necha puldan bo'lyapti kvadrati deb murojaat qilishadi. Mana o'zlari ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Tepasiga mana shu zangori svet taqilib setkalargacha tortib, shu bu yoq mana yozga yaqinlashyapmiz. Issiq kunlar hali oldinda. Shunga bir soya salqin tushtirish maqsadida tepalariga polni setkasini tortib, shu kerak bo'lsa turiga qatirib bemalol naves qo'yadigan holatga olib kelib qo'ydik. Endi bu bo'yicha bir qator ma'lumot berib o'tsak, bu uzun tokimizni razmeri, hurmatli yurtdoshlar, uzunasi 12,5 metr razmerda bo'ldi va eniga 780 razmerda bo'ldi. Endi mana shu stoykalari mana ko'rsatib o'tamiz. 8 ga 8lik 2lik stenali profilda va mana ashka qismi ham mana shu to'g'ri bruslarni qo'yib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Endi bu uzun tokimiz baquvvat turishda yurtdoshlarda katta ahamiyatga ega narsa. Mana shu asosiy firmalari kelajakda misol naves qilinganda ya odam ustida chiqib yurganda shu baquvvat turishini hisobini olgan holda mana shu firmalarni qalinroq holatda qilib qo'yganmiz. Bu 25 sm razmerdagi qo'yilgan va bu 3x3 profil, bu 7lik stenali profilda bo'lgan. Va oralariga mana har 1 metrga shu esgulda 10 kvadratda yashilgan esguldan ikkitadan qo'yib baquvvat qilib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Endi ana shu tepadagi shagalarini har 50 sm ga yurtdoshlar polni svarkalar chiqqanmiz. Bu uzun tokimizni ustini naves qilib yopib tashlasa ham bo'laveradi va shu uzun chiqarib chiroyli qilib mevasidan foydalanib ko'rishgan bo'ladi. Endi kelajakda o'zlarining xohishiga qarab bemalol yopishish yo bo'lmasa shu uzun chiqarib foydalanishlari mumkin. Bu uzun tokimizdan juda ham chiroyli holatda chiqdi. Hozirgi kunda uzun tok, naves, perilalar, shu polni rishotkalarni har xil turdagilari mavjud. Aynan mana shu uzun toklarimiz 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bo'lyapti. Naveslarimiz, hurmatli yurtdoshlar, 280 ming so'mdan 550 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Endi aynan mana shu uzun tokimizni kvadrat metrini 220 ming so'mdan qilib berganmiz. Albatta polni qalin sifatli temir mahsulotlardan tayyorlanganligini hisobiga 220 ming so'mdan tushgan. Arzonroq, qimmatroq variantlari mavjud. Bemalol bizga aloqaga chiqsalar, o'zimiz har xil turdagilarini albatta shu ijtimoiy tarmoq orqali, Telegram yoki WhatsApp orqali tashlab beramiz. O'zlariga yoqqan stillargisini, materiallarisini, narxdagisini tanlasalaring, Xudo xohlasa kelishilgan holda aytilgan manzilga
olib borib yoki o'zimiz borib o'lchab, birinchi o'rinda keyin olib borib ustanovka jarayonlarini qilib beramiz. Общий ishimiz mana shu olib kelib bu yog'ini ham ko'rsatsangiz, mana общий mana shu perilarimiz va tepadagi uzun toklarimiz hammasi birga bo'lib 34 million 500 ming so'mga tushdi. Anchagina ish qilindi bu xonadonimizga ham. Mana yaqindan ko'rishlaringiz mumkin, hurmatli yurtdoshlar. Juda ham baquvvat holatda va juda ham bir skromniy holatda mana shu soqolchalarini, belbog'chalarini tilloran svetga bo'yagan holda chiroyli qilib ishlab berganmiz. Va bu mana shu hozir juda ko'p bu perilar qilaman deb murojaat qilyapti turgan yurtdoshlarimizga mana shu fasondagi shu rishotkalarimiz ma'qul kelib turibdi. Albatta aziz yurtdoshlar, bizga bemalol Allohga shukur olasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib O'zbekistonda aytilgan manzildan zakaz qo'ysa, kelishilgan holda tayyorlab beraveramiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib aziz yurtdoshlar, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podpis qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.